Xayrli kunlar. Kunlaringlar xayrli bo'lsin. Butun dunyodagi barliq vatan suygan qarindoshlar. Men Erkin Ro'zdan sizlarga salom. Yana sizlar bilan ekran yuzda qayta ko'rishganligimdan ko'pdan ko'p xushalman qarindoshlar. Bugun sizlar bilan ozroq o'rtoqlashadigan tema xabaringlarda bor. Bugungi dunyoda yuz bergan, yana tunugun yuz bergan voqea haqida, ya'ni Talibanninki Kabul hokimiyatiningki qo'lga ilinishi haqida men to'xtab o'taman. Bu haqda meningki qo'yadigan temam qaysi desa, ya'ni Pashtun davrining, Pashtuniston, ya'ni Taliban davrining boshlanishi va Osiyoning qalbida yangi jang degan tema bo'ladi qarindoshlar. Men bu masalani bekchiq yeyishib, onu mukammal holatda tushuntirib sizlarning soatlab vaqtinglarni olmayman. Chunki bundaq bo'ldigan ishlarning hammasi oldida bu yuz beradigan ishlar haqida to'xtalayotgan bo'lgandan buni detallari bilan harflar bilan tushuntirishning qilchi hojati yo'q deb o'ylayman. Faqat vaqt saqlash masalasi, kutish masalasi, yuz berayotgan masalalarningki bizga foydaliqmi, foydasizmi degan masala bu millatimiz, xalqimiz uchun foydali deb turib o'ylayman qarindoshlar. Xabaringlarda bo'lganda tunugun Kabul hokimiyati tushdi. Taliban hokimiyati davriga kirdi, ya'ni Taliban davri boshlandi. Taliban degan vaqtning o'zida u faqat Pashtun millatchilaridan tarkib topgan Taliban. Taliban degan vaqtning o'zida bu Afg'oniston talibanlari va Pokiston talibanlari deb turib bo'linadi qarindoshlar. Ham bu to'g'riliq temalarga bekchiq kirmayli. Chunki Taliban haqida millatimiz yetarli tushunchaga ega deb o'ylayman qarindoshlar. Bu yerda mening ko'pchilikka tushuntiradigan nuqtam qaysi degan vaqtda nima uchun Taliban davri boshlanishi bilan Osiyoning qalbida yangi jang chiqadi, yangi janglar bo'ladi degan temani men kuchimning yetishicha millatim, xalqim bilan tushuntirishga, millatim xalqimga tushuntirishga tirishaman qarindoshlar. Xabaringlarda bo'lgandek, Talibanninki tuyuqsiz Kabul hokimiyatining elishi hammamizni hayron qoldirdi deb o'ylayapman. Hammamizni hayron qoldirdi deb o'ylayman qarindoshlar. Men oldingi suhbatlarimda masalan 7-oyning 13-kuni Taliban haqida bir suhbat qildim. 7-oyning 28-kuni esimda qolishicha ikkinchi qator suhbat qildim. Birinchi qatimliq 7-oyning 13-suhbatda Talibanning maqsadi Hindiston boshqa emas degan bir suhbatlarni olib bordim. Bu vaqtda Xitoy hokimiyatiningki Taliban hokimiyatining, masalan Taliban xalifaligining qurilishiga Xitoy hokimiyatining cho'ng yordamida bo'lganligi haqida men to'xtalgan edim qarindoshlar. Kuchimning yetishicha tushundirgan edim. Menchi bu vaqtimizda ish degandek bo'ldi qarindoshlar. Masalan, esimda qolishicha 7-oyning 27-kuni Wang Yi, masalan 7-oyning 27-kuni Wang Yining 9 kishilik Taliban hay'atini Tianjinda qabul qilishi bu degan ishlarning rostliligini isbotlab beryapti qarindoshlar. Demak, Talibanning yaqinda taxtga chiqadiganligining bishorati shu 7-oyning 27-kuni esimda qolishicha 9 kishilik Taliban hay'atining Tianjinda ko'rishi, demak bu Talibanning Afg'oniston hokimiyatini, ya'ni Afg'onistonni to'liq kontrol ostiga kirishning bir garantiyasini ep bo'lganligining mohiyatda xalqaraga oshkorlangan ko'rinishi edi qarindoshlarimiz. Ikki kuchninki Taliban bilan Xitoyning bayroqsiz kayinda o'tirib qabul qilinishi andaq bo'lgan bo'lsa, sen Kabul hokimiyatini cho'qim olsang, biz kayningda bor. Amirlik quraman desang, qurdigan amirlikning kayinda biz bor degan signaldan boshqa narsa emas edi qarindoshlar. Shu sababdan biz 7-oyning 28-kunidagi suhbatimda men Taliban hokimiyatiningki Afg'oniston hokimiyati Afg'onistonni to'liq kontrol oladiganligi haqida men tushuncha berdim. Bu vaqtimizda ko'plagan qarindoshlarimiz zonliq etgan qarindoshlar bo'ldi. Atalmış siyosiyon, sen nimani biletding deganda gaplarni qilib ketdinglar qarindoshlar. Chunki dunyo o'ltirib 6 oyda Afg'onistonni oladi deydi, 3 oyda Afg'onistonni oladi deydi degandek har turli gaplarni oldimizga tashlab, bu yerda bizga har turli savollarni o'tirib qo'ydinglar. Reallik qanday qoldi qarindoshlar? 6 oy ketdimi? 3 oy ketdimi?
Taliban Afg'oniston hokimiyatini qo'lga oldi. Asosan bular o'zining ishi. Zaten meni jiq o'rischa men chaqqa vaqtimizda meni jiq bir hayron qoldiradigan narsa emas. Zaten meni hayron qoldiradigan narsa emas. Bakcha hayron qoldiradigan narsa emas. Bu yerdagi gap qaysi degan vaqtimizda Taliban hokimiyatiniki taxtga chiqishi bu yerda bir O'rta Osiyo rayonlariga bo'libmi O'rta Osiyo, Pokiston, Hindiston rayoniga nisbatan cho'ng va g'oyatda cho'ng bir tahdidni shakllantirdi qarindoshlar. Menimcha bu vaqtimizda bunaqa ma'lum mandaydigan chog'da Xitoymi bor deb o'ylayman. Xitoymi bor deb o'ylayman. Sabab qaysi degan vaqtimizda qanday cho'ng tahdidlarni shakllantirdi? Masalan, Taliban bugungi Taliban chiqib o'tirib, masalan, har turli yumshoq ishlar, masalan, o'q etilmay elinishi, xalqqa bo'lgan yaxshi muomalada ko'rinyotdi. Ammo ishni siz asta-asta kuzatsangiz, ishning oqibati undaq bo'lmaydi. Bugun 60 ming bilan 70 ming kishidan tarkib topgan Taliban armiyasi 350 ming kishilik bo'lgan Afg'oniston yetarli qurollar bilan yetishgan 20 yildan birisi armiyaning tarbiyasini olgan 350 ming kishi bilan birlashib bugungi Afg'onistondagi Taliban kuchi taxmini 400 mingdan 500 ming kishi bo'lgan kuchlik armiyaga erishdi. Qarindoshlar, Afg'oniston xalqi bu 40 yildan birisi jang qilgan xalq. Yana birisi Amerika tashlab ketgan qurollarga erishdi. 60-70 ming kishilik Taliban armiyasi tuyuqsizla o'tirib 400 ming 500 mingga yetadigan bir mukammal bir armiyaga ega bo'lib qoldi. Andaqda bu armiya bu kuchlar o'tirib sizningcha u rayonda hech qanday bir yerga tahdid shakllandi emasmi? Mencha bo'lgan chog'ingizda cho'ng tahdidlarni shakllantirdi. Ilohim bu tahdid Xitoyga bo'lishini umid qilaman. Chunki Xitoy dunyoda qanday kuch kelganini bilasizlar. Biz Uyg'ur millatining dushmani, zaten insoniyatning dushmani. O'sha kuchlarning haqqoniyatni to'g'rini tushunib, mayli qanday bo'lsin, o'zininki insoniyatga butun mush virus orqali insoniyatni o'ltirayotgan, insoniyatni yana mush Ipak yo'li orqali O'rta Osiyodagi butun Turkiya xalqlarini qo'l qildigan bir strategiya, hatto buning ichiga Afg'onistonga kirdi. Mushundaq bir strategiya bilan ketayotgan dunyodagi tag'ut, shayton, kofir nima desa bo'ladigan bir kuchni shu kuchniki, masalan, Taliban kuchlariniki to'g'ri tushuna olishni umid qilaman. Shu haqiqiy tahdidning shu tarafga Xitoy tarafdan qaratib bo'lishini umid qilaman. Garchi ular burundan tortib yaqin do'st bo'lgan bo'lsa, amaliyotda siyosatda yaqin do'stlik degan narsa mavjud emas. Ba'zi narsalar o'zgardi. Bu yerda nima uchun o'tirib, bu yer degandek Osiyoning qalbida Talibanning davri boshlandi. Osiyoning qalbida o'tirib bu yerda bir cho'ng bir jang chiqadi degan nuqtamizning o'ziga kelsak, qarindoshlar, boy deganimizning o'zida 60-70 ming kishilar bilan kelgan Taliban bugun yaxshi tarbiya olgan, yaxshi qurollar bilan qurollangan Afg'onistondagi asli yetilayotgan hukumat armiyasi bilan birlashib, bu yerda 400 ming, 500 ming kishilik kishiga yetadigan bir armiyaga ega bo'ldi. Texi boshqa Suriyada yetilgan boshqa kuchlar kirdi u yoqqa. Suriyada qolib qolgan qoldiq kuchlar kirdi, mujohid kuchlar kirdi va dunyoning boshqa joylaridagi, masalan, islom imoratining ostida yashaymiz deydigan nurg'un mujohidlar qismlari kirdi. Ular kuchlanadi. Bu kuchlikni albatta ular bu Afg'onistonning ishi, Talibanning o'zining ishi. Ammo meningki arzu qildiganim, umid qildiganim bu dunyodagi vahshiy yovuz Xitoyga nisbatan bo'lishini umid qilaman. Ammo bu yerdagi ikkinchi bir reallik shuni ko'rsatyapti qarindoshlar. Men o'zimning farazlarimni o'tirib qo'yman. Masalan, bu yerdagi ziddiyatning Eron bilan bo'lganligini, O'rta Osiyo bilan tabiiy ziddiyatning chiqadiganligini bu yerda hech kimga sir emas deb o'ylayman. Men buniki Xitoyning bu Talibanni vosita qilish orqali Ipak yo'lini qanday kontrol qildiganligi to'g'riliq bu suhbatlarimda, masalan, 7-oyning 13-kungi 13-kungi suhbatlarimda men yeshib bo'ldim. Bu yerda takrorlashning hojati yo'q. Ammo bugungi real umumiy vaziyatga qarasak, qarindoshlar, shunchalik bir kuchli armiyaga erishdi. Bu armiya mening bilishimcha bo'lgan vaqtimizda yanama kuchli bir qurolga erisha oladi. Qaysi kuchli qurol? Siz o'ylab beqing. Meningcha bo'lgan vaqtimizda bular pat yaqinda, mencha bo'lgan vaqtimizda bular o'tirib unudimi kuchli bir yadro qurolga va atom qurollariga erisha oladi. Dunyoni qo'qotganligim emas. Real vaziyat shu. Bu yadro qurol, atom qurolda kuchli qurolga erisha oladigan davlat qaysi desangiz bu yerda Pokiston.
Pakistan qarindoshlarimiz. Chunki Pokistonning iqtisodiy asosi ojiz. Men bu yerda yuqori so'zlarimda dedim, Taliban ikkiga bo'lindi. Afg'oniston talibanlari va Pokiston talibanlari degan ikki qismga bo'lindi deb shunday dedim. Bu yerda bu farqlar ko'rsatyaptiki, Afg'oniston talibanlari bilan Pokiston talibanlari o'rtasida farqlar mavjud. Masalan, Pokistondagi talibanlar, masalan, Afg'onistondagi mush talibanlarning ko'p qismi Pokistondan kelgan talibanlar. Ammo yana Pokistonda turayotgan talibanlarningki, bu yerda Xitoyga nisbatan bir norozilik harakatlari bor. Chunki bloglar boshqa rayonlarga Pokistonga selayotgan Xitoyningki har turli qamal qilish harakatlari bu yerda mavjud. Masalan, 7-oyninki esimda qolishdi 27-kuni Taliban iborat 9 kishilik hay'atni Tianjinda qabul qilgan vaqtimizda Pokistonda mashinada o'tirib ikki Xitoyning etib o'ltirilishi bu nima signallarni berdi? Demakki, bu yerda bir ma'lum bir kuch sizning bu harakatingizga biz qarshi, Xitoy sizga bir qarshi degan bir nuqtalarni beryapti qarindoshlar. Men bu yuqorqi so'zimda qarindoshlar, oxirida xulosa gapimni desam qarindoshlar, bu kuch endi mushunchalik kuchga erishdi, bu kuch dunyoga tahdid soladi, boshqa yerga tahdid soladi. Men yana ilohim takrar deydiganimiz shu, bu tahdidning Xitoyga bo'lishini umid qilaman. Mayli dunyoda Pokistonda qanchalik qurolni qo'lga tushirdi, bu o'zlarining ishi. Ammo tahdidning Xitoyga bo'lishini umid qilaman. Pokistonda so'zimizga qaytib kelsak, Pokistondagi bloglar, ba'zi tashkilotlar, masalan, terrorist degan tashkilotlar Xitoydan norozi bo'lgan tashkilotlarning ba'ziligi bu yerda reallikqa mavjud, o'tirdi. Ham bular qanday degan vaqtning o'zida tabiiyki mening tushuncham bo'yicha bu Pokistondagi bu islom imorat degan bu %100 o'tirib Afg'onistonga, Pokistonga ta'sir ko'rsatdi. Ya'ni Afg'onistonda qurilgan bu islom imorat men o'ylaymanki Pokistonga %100 ta'sir ko'rsatdi. Chunki uning boshqa yerga ta'sir selish uchun g'oyasur bir quroldan iborat bu qurolga ehtiyoj bor. U qurol qayerda desangiz Pokistonda. Pokistonning iqtisodiy asosi ojiz. Zaten Xitoyga tayinib qolgan. Onun içinde mi bay deganimizda xalqlar Xitoy hokimiyatiniki bu, masalan, Pokistonning chirik siyosati, Xitoy bilan birlashib o'tirib, bloglar boshqa millatlarga zulm soladigan, ularni ko'chirib o'tgan harakatlarga qarshi. Zaten Pokistondami bu Xitoyninki ishchilariga tajovuz qiladigan bu ishlar burundan tortib mavjud turibdi. Shunday bo'lgankan, bu yerda burundan tortib turoqsiz kelayotgan Pokistonning siyosatiga mening tushuncham bo'yicha bo'lgan chaqda Pokistonda qurilgan bu islomiy imorat, men bo'lgan chaqda Pokistonga, Afg'onistonda qurilgan bu islom imorat men cho'g'anchaqda Pokistonga g'oyasur ta'sir ko'rsatdi. Hatto vaqt kelib qolsa, Imron Xonni men taxtdan tushib ketadi deb o'ylayman. Taxtdan tushib ketadi deb o'ylayman. Taxtdan tushib ketib, bu yerda Afg'onistondagi islomiy imoratdan kuch olgan Pokistondagi Taliban kuchlar men bo'lganchaqda Pokistondagi Afg'onistondagi gapdan taqotif qilib, Afg'onistondagi islomiy imoratdan kuch olgan Pokistondagi musulmon tashkilotlari va Pokiston talibanlari men cho'g'anchaqda Imron Xonning o'dil Imron Xon tarafga qarab turib mangadi. Chunki u yerdagi siyosiy vaziyat turoqsiz. Afg'onistondan kelgan ko'chmanlar bor, iqtisodiy ahvoli nachar, hokimiyatga bo'lgan noroziliklar bor. Undan boshqa yana Xitoyning Pokistondagi qamal qilish harakatlari bor. Ipak yo'li strategiyasi. Undaq bo'lganda ekan, menchi bo'lgan vaqtning o'zida ular Pokiston hokimiyatini og'dirib tashlaydi degan tushunchaning o'zida. Navoda Pokiston hokimiyatini og'dirib tashlagan vaqtning o'zida uning ichidagi kuchli qurol kimning qo'liga qoladi? Demakki, bu yerda Talibanlarning qo'liga qoladi, qarindoshlar. Shuning uchun men kelgusida yuz beradigan ishlar kelgan vaqtimizda Talibanning qo'liga bunchalik kuchli qurol chiqqan vaqtning o'zida unda qurollarni otmay qo'ymaydi qarindoshlar. Men kelgusida shunda o'ylayapman, Osiyoning qalbida yangi jang deyishimdagi sababim meningcha bo'lgan vaqtimizda bu Pokistondagi yadro qurollari va atom qurollari kelgusida Talibanning qo'liga tushib ketadi. Mayli u Afg'onistonning bo'lsin, mayli Pokistonning bo'lsin, bularning qo'liga tushib ketgan ahvolda bu qurol chuqur ma'lum bir yerda naqshni aytidi, sayraydi, portlaydi qarindoshlar. Shuning uchun Osiyoning qalbida kuchli bo'lgan bir yadro urushi, yadro qurolining yadro urushiniki kelgusida chiqadigini menchi bo'lgan chaqda muqarrarlashib turyapti deb o'ylayman. Ilohim bu bundaq bir qurol, bundaq bir kuch Xitoy qarshi bo'lishini umid qilaman. Ammo siyosiy vaziyat biz qanday bo'ldi biz bilmaymiz, ammo alomatlari shu tarafga qarab ketyapti. Tabiiyki bu yerda xulosalab aytaylik, bir kuchli bir jang.
kuchlik bir jang degan vaqtimizda Talibanning qo'lidagi va boshqalarning qo'lidagi Kalashnikov emas. Mening da'vatqinim. Pokistonning yadro quroliga erishgan kelgusida Taliban hokimiyati men jo'g'an chaqda dunyoga atom qurollarini sayirtdi deb o'ylayman. Bu nega? Xitoygami? Irongami? Hindistongami? O'rta Osiyogami? Sizningcha bo'lgan chaqda nega bo'ladi bu? Kelgusdagi shu rayonning siyosiy tangpunligi, siyosiy ahvoli buni belgilaydi qarindoshlar. Bu ishlar tabiiyki oldimizda bor. Chunki Pokistonning siyosiy davlat hayoti, davlat turmushi bakla turaqsiz, namrat, ta mushkamga qadar o'tirib hokimiyatni o'tiradigan bir ishlar bilan shug'ullanib kelgan bir namrat davlat. U davlatning ichidagi qurol, ammo ularning yadro quroli va ilg'or qurollari bor. Mencha bo'lgan chog'da bu ilg'or qurollar kelgusida zodi farq etmaski, bu yerda o'tirib Taliban mayli Pokiston talibanlari bo'lsin yoki Afg'onistondagi talibanlar bo'lsin, bularning qo'liga tushib ketadi deb o'ylayman. Undaq bo'lgankan bu qurol chuqur bir yerda o'zining naqsini aytadi qarindoshlar. Shuning uchun Osiyoning qalbida o'tirib kuchli bir jang chiqadi. Buni o'tirib albatta bunday bir qurolga erishgan vaqtimizda Xitoy qarab turmaydi, Rossiya qarab turmaydi, hatto boshqa dunyo ham qarab turmaydi qarindoshlar. Bu vaqtimizda kelgusida ko'rinib turayotgan bir mukammal bir jangninki o'rni asasen belgilenip bo'ldi desak to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Men insonning o'lishiga albatta sizlarga o'xshash men qarshi, ammo mening qo'limdan kelmaydiki. Men faqat millatimga oldidan bo'ladigan ishlarni o'zimning o'rganganim bu sizlarga yetkazib qo'ydim. Shuncham fikrimni o'tirib qo'yib qo'ydim. Masalan, men 7-oyning 13-kunlik suhbatda Xitoy hukumati Taliban hokimiyatini Taliban'daki Afganistan, Taliban hakimiyetindeki bir İslam imaretini vücut çıkartırdık. Xitoy bunu qabul qilishga mecbur. Qabul qilmasa bo'lmaydi. Çünkü Taliban hükümranlığını qabul qilmasa, Taliban hakimiyetining hükümranlığını, hakimiyetini Xitoy qabul qilmasa qarindoshlarimiz, o'ziga tahdid keladi, o'ziga tahdid. O'zi keladigan tahdidni oldini elish uchun, shuning uchun bu yerda Afg'onistonda yangidan shakllangan masala Taliban hokimiyati bo'lsin yoki islom imorati bo'lsin, bunga g'oyasiz mablag' pulni tashlashga majbur bo'ladi. Shu sababdan biz oldingi suhbatlarimizning o'zida biz dedik, Xitoy hukumati islom imoratining qurilishiga birinchilab o'tirib o'zining eng jo'q yetarli to'pisini qo'shdig'ini Xitoy hukumati degan qarindoshlar. Ammo dunyo o'ylamagandi. Hech qanday bir kuchlar o'ylamagandi. Zaten Talibanlar bilan kuchlik jang qiladi deb o'ylagandik. Jang bo'ldimi? Hech qanday jang bo'lmadi qarindoshlar. Bugungi dunyoning siyosiy ishlariniki yuz berayotgan siyosatga qarasak, hamma narsa jang orqali qilmaydi ana shunday. Bugun qarasangiz Ashraf G'ani hokimiyati Tojikistonga qochib, Tojikistondan Ommonga qochib, hozir bir davlatda sayohat qilib yurdi. Balki u Beyjingga tushishi mumkin Amerika qabul qilmasa. Qani ilgarki do'stim degan generallar qani. Bir pay o'q etilmedi ya. Bu nima ish bo'lib ketdi? Buni kayinda o'tirib javob beradigan insonlar bormi? Albatta buning o'tirib javob beradigan insonlar chiqmaydi. Chiqsa o'tirib o'zining siyosiy ko'z qarashini qochirdi. Boshqalar mendek emas. Xalqning oldida sharmanda bo'lsin, sharmanda bo'lmasin, o'tirib men oldidan yuz beradigan vaziyatni o'zimning tushuncham bo'yicha xalqqa tashlab qo'yapman. Xato chiqqanlar biz asla xato chiqmadi. Ko'pinchalar o'tirib tillisa biz o'tirib buni o'z qanoat qildik. Ammo bu real vaziyat ashi shu qarindoshlar. Chunki bu muqimlashib bo'lgan. 7-oyning 27-kuni 9 kishilik Taliban hay'atining Xitoyda paydo bo'lishi, Yanchida paydo bo'lishi demakki bu yerda Talibanning Afg'onistonda o'zining islom imoratini Xitoyning asosida bu tiklaydigan o'tirib chiqqan. Ularning o'zlarining ishi. Ammo bu yerda yetarki men o'ylaymanki, ash kuchlarning qanday kuchlar bo'lsa, shuning tarkibiy kuchlar kelgan kuchlar bo'lsa, yana takrorlaymanki, bu qarshilik har qanday bir qarshilikni dunyodagi birinchilab yovuz kuch, dunyodagi kofir kuch, dunyodagi mal'un kuch, Xitoy virusining taqdib hozir qadar 4 million ortiq insonni o'ltirgan shu kofir nomussiz sharmanda bir kuch Xitoy hokimiyatiga va Xitoy g'olchilariga, Xitoyga bo'lishini men umid qilaman. Buning uchun men o'tirib umid qilaman qarindoshlar. Ammo reallik qanday bo'ldi, reallik qanday bo'lmaydi bilmaymiz. Ammo bu yerda sizlarga deydigan gapim, bu yerda o'tirib O'rta Osiyo, aniqki bu yerda Afg'oniston, Eron, Pokiston to'liq bir jangning ishga urish jangining ichiga kirdi qarindoshlar.
Men oldin qatimliq söhbetim dedim. Pakistan parçalanıp ketdi dedim. Afg'oniston parçalanıp ketdi dedim. Vaqt kelib qolsa, bular o'tirib O'rta Osiyoning Farg'ona vatlarını ilgirlaydi. Chunki Xitoyning maqsadi Ipak yo'lidagi O'rta Osiyodan tortib Turkiy Cumhuriyatlarini to'liq kontrol qilishmada astiga elish, yo'gash, chaynash, yeyish qarindoshlar. Shuning uchun men ilgirki suhbatlarimning o'zida Pokiston, palant bukundan o'tirib tilliga yerim, men ularni o'tirib ularning diniy e'tiqodiga boshqa narsaga hurmatsizlik qilib tilamadim. Chunki ular xatarning ichiga ketayotganligi uchun, Xitoydek yovuz kuchni to'nimaganligi uchun, ular bilan hamkorlashganligi uchun, mayli hokimiyatlarning ular bilan hamkorlashganligi uchun, o'zining xalqini xatarning ichiga tashlayotganligi uchun men ularga o'tirib nafratni o'tirib tilladim. Stan palant bukun tufay deb o'tirib tilladim. Oldiga xatar kelmadimi? Keldimi bugun? Ularning oldiga xatar keldimi? 200 ming kishilik armiya hozir chigirlanib qoldi. Biroqla o'tirib 200 ming kishilik. Vaqt kelib qolsa bosh yerdan kelgan 500 ming kishilik bir armiya o'tirib O'rta Osiyo davlatlarining chigirlanib qoldi. Nima uchun o'tirib Tojikistonda qolsa Ashraf G'ani hokimiyatini olmadi? Chunki qo'rqdi. Biz uni yeb qolsak o'tirib 200 ming kishilik armiyalar biz yelib ketamiz deyotdi. Men buni pilos qo'shib o'tirib kelgusida Taliban hokimiyati Afg'onistonni, Pokistonni to'liq buzish orqali siyosiy o'zgarishlar orqali men bu yerda so'zimni deyapman, ular Pokistonning yadro qurollariga erishdi deyapman. Andaqsi Pokistonning yadro qurollariga erishgan Taliban hokimiyati dunyoda qandaq naqshlarni kimlarga qandaq naqshlarni aytqizib yetadi. Tabiiyki chuqum bir yerda naqshlar aytildi, bomba chuqum sayraydi. Chuqum ashroyning o'zida g'oyat zo'r bir jang chiqdi. Chiqadigini reallik. Bu haqiqat. Vaqt kelib qolsa, u rayning o'zida atom bombasi portlaydi, qarindoshlarimiz. Men hayron qolaman dunyodagi mana shunday o'zimizning Turkiya degan shu davlatlarning rahbarlariga, amaldorlarga hayron qolaman. O'zining xalqini shunday xatarning ichiga, riskning ichiga tashlaydi. O'zining Shvetsiya boshqa davlatlarda qo'yib qo'ygan mol-mulklari bor, boyliklari bor. Ya'ni ketidi o'tirib boshqa yerga. Shu zulmni, jafoni kim qiladi desa, bechara xalqiga qoladi. Men shu sababdan shular için o'tirib o'zi Xitoydek bir razil kuchning planiga tushib ketayotganligi uchun, xalqining ziyonining tortadiganligi uchun, bunda qilma deb o'tirib, ba'zi yerda oshirib tillab ketgan yerlarimiz bor. Biz hech bir zaman o'tirib u millatni tillamadim. Masalan, qozoq millatini, qozoq xalqi palantukini tillavjimidim. Xalq, hokimiyat, tufay sening qilayotgan ishlaring bu, dedik. Bugun reallik oldiga chiqdi. Endi O'rta Osiyo hokimiyatlari Afg'onistonda tiklangan 200 ming kishilik armiyasiga qanday javob berdiki? Biz buni ko'ramiz. Vaqt kelib qolsa, O'rta Osiyoning, Pokistonning, Afg'onistonning, Eronning ashroyning xaritalari tubdan o'zgarib ketadi, qarindoshlar. Ishqilib bu yerda insonning ko'ziga purab turayotgan mukammal bir jang bor. O jang menga bu vaqtimizda endi odatdagi jang emas, bir yadro jangi. Kuchli qurollarning sayraydigan, portlaydigan bir qurolliq bir jang ashroyning o'zida yuz berdi deb o'ylayman. Buni vaqt ko'rsatdi. Men bu vaqtda buni men boshqalarga o'xshash 5 yilmiki, 10 yilmiki deb o'ltirmayman. Men bu vaqtimizda buni uzun emas, qarindoshlar. Ilohim, endi anga qarda teligim shuki, Xitoyga qarshi bo'lsin, dunyodagi yovuz kuch Xitoyga qarshi bo'lsin. Xitoyga to'g'rilansin. Chunki Xitoy baydigidimdek dunyoning mushunchilik ma'lumotchiligini ichiga soldi. Haqiqiy tog'utmi shu, haqiqiy kofirmi shu, haqiqiy dinsizmi shu, insoniyatni bugun mushhalak akaganmi shu. Shuning uchun har qanday harakatninki men Xitoy hokimiyati va Xitoy tarafga bo'lishini umid qilaman. Yana umid qilaman, qarindoshlar. Begunoh insonlarning o'lmasligini umid qilaman. Ammo mening qo'limdan kelmaydi. Eng oxirida xulosalab shunday day qarindoshlar buni yeshib, ortiq tushuntirishning hojati yo'q. Taliban davri boshlandi. Osiyoning qalbi degan chaqning o'zida Afg'oniston chiqdi. Osiyoning kindigi desa bizning Uyg'uriston chiqdi, qarindoshlar. Bu yerda mukammal bir
Şu rayonning o'zida boy degandek kuchli qurollar sayraydi qarindoshlar. Tish bo'lishi mumkin emas. Sizlarni qo'rqitadigan gaplarni qildimmi? Bilmayman. Ammo aqlimga kashganni men millat xalqimga tushuntirib qo'ydim. So'zlab qo'ydim. Menimcha bu vaqtimizda xato emas deb o'ylayman. Qog'inni amaliy ahvol, amaliy reallik, amaliy ishlar belgilaydi. Reallikni biz kuzatimiz, biz o'ginimiz qarindoshlarimiz. Ilohim Xitoy va Xitoy hokimiyatiniki yiqilishning bir boshlanishi bo'lishini men umid qilaman qarindoshlar. Qog'oz ishlarni men hech tushuntirib o'ltirmay, yana keyingi suhbatlarda ko'rishib qolishimiz mumkin qarindoshlar. Ham bundan keyin bu Afg'onistonning, Talibanning haqida men jiq suhbatlarni bormayman qarindoshlar. Bu haqda yetarlik. Men bu haqda o'tirib 3 qator suhbat etdim. Birinchi qatim 10-yildagi suhbatda Taliban hokimiyatiniki Afg'onistonni oladiganligi, buni Xitoyning buning kuchli rol o'ynaydiganligini dedim. 27-yilda Taliban keldi. Tianjinda Xitoy bilan uchrashdi. 7-oyning 28-kuni kelgan vaqtda Uyg'urlar bu haqda qanday qilish kerak? Sizlar qanday qilishimiz kerak degan haqida o'zimning tushunchalarimni berib qo'ydim. Endi 3-qatorlik bugungi suhbatda endi hokimiyat taxtga chiqib bo'lgandan keyin kelgusida bo'ladigan janglar haqida men o'zimning tushunchalarimni berib qo'ydim qarindoshlarim. Bu haqda endi ortiq jiq suhbat falan bu kunlarda men bo'lmayman. Savol so'rayotgan qarindoshlarimiz bo'lsin, boshqa qarindoshlarimiz bo'lsin, mening sizlarga beradigan taklifim bu haqda bizning talashda fikrlarim mushagicha qarindoshlar. Mushundaqaroq. Xulosa Osiyoning qalbi degan joy xatarning ichiga kirdi, jangning ichiga kirdi. Muqarrar yuz berdi qarindoshlarimiz bu jang. Muqarrar yuz berdi. Baydavatqandek odatdagi jang emas, vaqtga qolsa yadro jangi yuz berdi shadi qarindoshlar. Boludan da'vogan bo'lsa qarindoshlar bu so'zni deydik, desak o'tirib, buni o'tirib taqat qiladigan qarindoshlarimiz chiqadi zaten biz buni ko'nik. Mayli o'zinglarning ishi. Ammo o'zimdan bilgan tushuncharimni o'tirib qo'ydim. Menga sizlarga deydigan tavsiyalarim shu qarindoshlar, Uyg'urligingizga qayting. Qarindoshlar, shunga qaytaylik. Stop Uyg'ur genosididan aslo va aslo voz kechmaylik. U bizning Xitoyni urdigan qurolimiz qarindoshlar. Bir mukammal liniya yo'limiz. Bu yo'ldan aslo voz kechmaylik qarindoshlarimiz. Bu bizning vaqtga pas mustaqillik erishtirishning ochqichi. Xitoyni urdigan qurol va mustaqillik yo'limizda mangadigan bir yo'l. Xitoy bizni terrorizm bilan ilgari dunyoda bizni Suriyada terrorist ko'rsatish va boshqa yerda terrorist ko'rsatish orqali bizni o'tirib kishanlar bilan bog'lagan. Biz buni asta yashdik. Stop Uyg'ur genocide orqali yashdik qarindoshlar. Qo'limizga bog'langan kishanni yashdik. Shu sababdan ko'rsanglar, masalan dunyoda Turkiston Islom partiyasi degan tashkilot terror tizimligidan chiqarildi qarindoshlar. Bizning qo'limizga Xitoy bog'lagan kishilarni biz asta qutuldik. Endi sog'lom mang'andan keyin mustaqillik yo'limizda yana bu stop Uyg'ur genoside'ni bir bu yo'limizdan voz kechmaylik qarindoshlar. Yodingizda bo'lsinki, Xitoy va Xitoy hokimiyatining tükki maqsadi Uyg'ur millatini bizning vatanimiz Sharq Turkiston va Uyg'uristonda emas, hatto butun dunyodan yo'q qilish. Shuning uchun bu bizning mustaqillik erishgandan keyingi shuarimiz, keyingi vatanniki o'ltirgan insonlar uchun qon qaz xun haqqi to'laydigandagi bizning shuarimiz. Bu Xitoy ishg'oliyatchi Xitoy va Xitoy hokimiyati qilgan eng oxirgi olib borgan jangimiz qarindoshlar.